Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Rahmon Umidjon. Bugungi yoritib beradigan mavzuyim sensor integratsiya nima? Sensor integratsiya miyaning turli sezgi a'zolaridan keladigan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularga mos javob berish qobiliyatidir. Ko'rish, eshitish, tegish, tashqi sezgilar tizimiga kiradi. Harakat va ichki holat va proksessiv va vestibulyar tizimlar, atrof muhitlarni tushunish kabilar bilan boshlab beraman. Sensor integratsiya buzilishining ta'siri, noto'g'ri qabul, bolalarning ma'lumotlarning noto'g'ri qabul qilish yoki qayta ishlash olmasligi mumkin. Rivojlanish qiyinchiliklari, nutq, harakat, hissiyot va ijtimoiy rivojlanishda to'siqlarning paydo bo'lishi. ASB, ya'ni autizm sindromi bo'lgan bolalar. Autizm sektori bo'lgan bolalarda sezgi tizimlarining noto'g'ri ishlashi muloqotni qiyinlashtiradi. Autizm spektridagi buzilishlar va sensor integratsiya. ASB bolalar og'zaki bo'lmagan muloqot qobiliyatlarida muammolarni kuzatiladi. Sezgi tizimlaridagi buzilishlar atrof muhitga mos javob berishi qiyinlashadi. Ko'rib aloqasini qochish yoki mutizm, nutqning yo'qligi, ixloli, takrorlash so'zlarning takrorlanib qolishi bunga misoldir. Sensor integratsiya texnologiyalari logopedik amaliyotda muloqot ko'nikmalari yaxshilash va ilmiy asoslangan individual yondashuvlar orqali amalga oshadi. Muloqot ko'nikmalarini yaxshilash sensor integratsiya asosidagi metodlar ASB bo'lgan bolalarda samarali natija beradi deb kuzatiladi. Integratsiyaning turli sohalarda ta'siri. Sensor stimulyatsiyasi miya faoliyatidagi rag'batlantirib, yangi neyron aloqalar hosil qiladi. Mushtariy Say va 2025-yil tadqiqotlarida asoslab bergan yangi ma'lumotlarga tayangan holda sensor rivojlanish va ta'lim. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarda ta'm va hid bilish analizatorlarining rivojlanishida integratsiyalashgan ta'lim muhim rol o'ynaydi. Bunga asosan shu manba Rahibova Dilnoza yoki Mirzo-Olimov Elmurod 2025 yangi ma'lumotlarda keltirilgan. Bunga to'qimachilik sanoati, aqlli shaharlar, sog'liqni saqlash, sensorlar to'la sifatini nazorat qilishda aniqlik va samaradorlikni oshiradi. Sensor integratsiyaning nazariy asoslari: Ayres nazariyasi, vestibulyar tizim, taktil tizimi kabilar misol bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, sensor integratsiya sog'lom rivojlanishning asosi, fundamentlar ahamiyati, nutq, harakat, hissiy va ijtimoiy rivojlanish uchun asosiy zamin. Bugun slaydni yoritib berish shundan iborat edi. Mavzuyimiz tamom.